qanday yordam bera olasiz? Meni ham tushimga opam ko'p yordam so'rab kiryaptilar. U qochyapti. Orqasidan tushunarsiz narsa qilyapti. Akamga aytsam, opam haqida eshitishni xohlamayaptilar. Siz menga yordam beraman deganingiz, yardım etaman demadingiz. Ekstrasens ayol bilan tanishgandim. Ular menga yordam bermoqchi edilar. Menda vaqt yo'q. Bo'ladigan ishlar haqida gaplashaylik. Qachondan beri arosatdagilar odamlar bilan birga yuradigan bo'lib qolishgan? Tushunmadim. Siz menga gapiryapsizmi? Bu o'sha. Sizga emas, yoningizda yurgan arvoh qizga aytdim. Ey birodar. Sani bu yerda birinchi marta ko'rib turibman. Astag'firullah. Qorning och bo'lsa, men pul beray, tuzukroq narsa sotib ol. Odammi-ku? Men oldin bunaqasiga duch kelmaganman. Qiz yetim. Akasi unga otasidek bo'lib qolgan. Uni ustiga akasi uni oq qilgan. Janozasi ham o'qilmagan. Bu juda qiyin holat. Iltimos, akamni qanaqa bo'lsa ham ko'ndirib, opamni bu azoblardan qutqaraylik. Menga yordam bera olasizmi? Qo'lingizni bering. Azizodam o'lmagan. U qora sehrda o'lgan. Qanaqa qora sehr? Buni ruslar chornay magiya deydilar. Nima u? Odam shayton bilan dogovor qiladi. Buni evaziga odam o'zini iymonini shaytonga topshiradi. Shayton uni o'ldirmaydi, lekin jazolab qiynaydi.